Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa sizlar bilan Hazaras bozorindamiz. Bu yerda e'tiborlaringizga xudo xolasa gilamlarni, shunday g'olalarni havolatib o'tib ketamiz. Narx-navolarni yangiliklarni chiqlariga kelgan xudo xolasa ko'rib, baholab o'tib ketaverasizlar o'zlaringiz ham. Videolarimiz yoqsa fikrlarni kommentariyada yozib qoldiraverasizlar. Like, podpiska sizlardan xudo xolasa. Biz esa videolar chiqarishda davom etaveramiz. Assalomu alaykum. Chaqqanmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Omonsiz yursizmi? Adamsiz. Savdolaringizga barakat. Qanday g'alla dugonlaringiz bilan xudo xolasa o'zingiz bir qator bizlarni obunachilarimizni tanishtirib o'tkasangiz, yangiliklar, bularning baholari, xizmatlar bor, o'zingiz bir qator qisqartganda obzor etib bersangiz, narx-navolar bilan tanishsangiz bo'ldi. Bo'ldi bu. Qancha bir yandan boshlasak xudo xolasa. Bir yandan boshlasak, buları boshlanishi 60 ming so'mga. Jizzaxdan keladi bular. Bular 60 mingdan, yana. Neracha 60 ishi? Shu Okado, Qizil. Okadan, shu yerdan yana 1 2 3 4 5 6 60 ming so'm. Qaytib beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor. 60 ming so'm, Ha. Bu endi kvadrati. Kvadrat. Ha. Bularning? Bu yana qizillar hammasi 100 ming so'mdan qaytib beramiz. Ha. Hammasi. Hammasinin tovari bir xil, gulunda farqi bor. Bular 100 mingdan ekan. Ha. Tovari bir, gulunda farqi bor ekan. Tovari bir xil, tovarga garantiya bor, yuvib chiqib ishlataveradilar. Mizirqlab ko'rsangiz ham o'zini qaytaveradi. Ha. Kelishaveradi. Qarasa siqqanmaydi, bosilib. O'zi ko'rinib ham turibdi. Bularning ne? Shu yerdan 100 ming so'm. Ha, shu yerdan, ya'ni shu qizildan boshlanadi. Shu yergacha 100 ming ya. Bayana bor, buları bu oqlamiz. Bular 130 dan, shular eng yaxshisi. 130 dan qaytib beramiz. 130 dan qaytib beriladi. Bular qaytib beramiz, ha. Eng yaxshilarimi bu endi? Eng yaxshilari bular. Sifatına gap yo'q. Mana buni qanot bor, o'zi ko'rinib ham turibdi. Arasini qishatak ko'rsangiz ham bilinmaydi. Arasi asilmaydi. Yana o'zine kelib turaveradi. Bular endi prosta gulunda farqi bor bularning. Gulunda farqi bor. Hammasinin tovari bir xil. Tovari bir xil, gulunda farqi bor ekan. Yana. Shu o'lchamadi bu? 130. Shu haytgacha 130. Bu nerki bular? Bular hammasi Jizzaxga. Hammasi Jizzaxdan keladi. Bularning ne? Bular ham shu 100 ming so'mlikdan, bular oq narsa. Oq tovar. Bular 100 mingdan oq sveti prosta. Bular qizili, bular oqi. Bular oqi. Hozir shu ko'p trendda bo'lganlar oqlari bo'lib turibdi. Oq ko'proq sotilib turibdi hozir. Oqi o'zi ko'pincha uy ochib turadi-da bu. Yana oqi. Har xil gulundan bor. Bularning ne? Bularimiz palasaga. Bular palas, Ha, bular palas. Bular necha so'mdan bular? Bular euro palaslar 35 ming so'm. Keyin arzonlari bular 20 ming so'mdan kelishib beramiz. Ha, bular arzon variantlari. Bular 20 mingdan, Ha. 20 mingdan qaytib beradi. 20 ming aytilish bahasi. Ha, bu yerda o'zingiz tikib, razmeriga qarab, tikib taxlab beramiz. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Bular ham bor, dastlabki xizmatlar ham bor. Bular bepul. Bepul. Shundan ichida ekan, olinsa bo'lib olib beradi. Bularning nima bu? Bandag'lar. Bularimiz, bular ham shu 100 ming so'mlikdan tovari sal naroq, qalinroq. Ha, tovar qalinroq. Bular ham 100 mingdan. Ha, o'zi 100 ming so'm. Keyin bularimiz bor, bular 140 ming so'm. Ha, bu 140 dan bu. Ha. Sal yiroq yaqqan, qalindim. Qalin, ha? Hozir menchakka g'ol topilmaydi bozorda. Eng qalin shu. Shu qimmatroq ekan-da. Bularning ne? Keyin bu yana shu yana 100 ming so'mlik ketadi. Bular 3ligi, bu yandagilar 3,5ligi. Razmerlari bor. Ha, bular 3ligi, bu yandagilar 3,5ligi. Bu yanda 3,5liklari bor. 4liklari podvalda bor. 4liklari podvalda. Ha. Bular ham shuni takrorlangan xillarmi yo boshqami? Bular ham shu takrorlanadi bor. 3 metrlik. Bularning ne bularning? Bulari 60 ming so'mligi bor. Bular ham shu 100 ming so'mlik, yana bular ham. Ha, bular 100 mingdan, ana 60 mingdan. Yandagilar arqaroqdagilar 60 dan. 60 dan ular. Ana bular. 60 dan. Bularning ne? Benaga bular o'rtachalaridan bular. Bular 80 ming so'mdan kelishib beramiz.
O'rtacha 80dan kvadrat. 80dan qaytib beramiz. Shuni qaytib ham beriladi. Aytilish bahosidan qaytib beriladi. Üçlük 3,5'lık. Hem razmerleri var. 1 metreden 4 metr adam. Imdirak gülleri var. Her xil toza gen. Bular naqlanib chiqadi bular? Bular ham şu 80 ming so'm. Şu baş adam. Ha. Başından shugacha 80 ming so'm ekan. 60 adam. Ha. 80 ming so'm. Yine hurmatli obunachilar, buni ochib ham ko'rdikmi? Buni bahosini chiqadi bunaqa? Bular şu 90 ming so'mlik ağa. Qaytib beramiz gelişib. Yalpılat turadi, döneri bor. Ondan qarasaz yo'q deyim, bu yerdan qarasaz açıqroq qizil. Ha. O'zi yayilgan varianti yana. Bu yerda o'zi taramına qarab o'zgaradi ekan bu. Bular 90 dedingiz ya? 90 ming so'm. Bular 90 mingdan qaytib beriladi. Ağa endi shu yerda telefon nomerim qoldirib bering endi. Telefon nomerlerimiz mi? 77'den 77'lik 040 040 47 00. 47 00 hang. Ha. 47 00 da telefon etaverasizlar, xudo xolasa obunachilar. Bu yerning adreslerini hozir bir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yer Hazaras bozorining ichida, Bag'at stankani oldinda joylashgan birinchi do'kon. Bu yerdan kelaversangiz, bu yerda Urganch Xiva gazellar turadi. Shundan kelishda shunday birinchi do'kon bir eshikchilar tamom bo'ladi. Birinchi do'kon şu ağamızın dükkanı bo'ladi, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Bu tarafdan kelsangiz, mevachilardan kelishda o'sha yerda birinchi do'kon. Shu bilan biz videolarni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, birdan like bosib, obuna bo'lib qo'yaveramiz. Fikrlar kommentariyada sog' salomat bo'lasizlar.